Yana bitta obyektiv keluvdik, hozir Titanga ko'zim tushib qoldi. Buni alishtiramizmi deyishuvdik. Yo'q, bu yerda hozir bitta avtomatik garelka qo'ysak, xudo xolasa, o'zi qop-qolib plagi va titan ekan. Ancha ekonomichniy. Bu yerda zo'r yechim qilishgan ekan, ko'ryapsizlarmi? Suvni shnankasini olib turib, podacha obratkaga ulib yuborishgan ekan mana. Lekin bitta narsa, mana shu bilmaydiganlar bilib qo'yinglar. Mana shu rabakal kerak emas, okalar. Rabakal umuman kerak emas. Buni o'rniga avtomatik давление пускатель, солдатский yo bo'lmasa передун deb aytadi. Ana o'sha передунni qo'ysanglar, mana bu yerda давление ko'tarilib ketgan paytda o'sha yordam beradi. Titan yorilib ketmasligini oldini oladi. Davleniyada yorilib ketmasligi uchun o'sha narsa foyda beradi. Mana bu narsa bu yerda bir tiyinga qimmat. Bu kerak emas havo chiqarib yuborish. Havo chiqarib yuborgili kelayotgan bo'lsalar, ustakalar, ana ishda bitta issiq suvni shipetni ochib qo'ysanglar, bo'ldi, mana buning ichida havo qolmaydi. Bu qachonki qo'yiladi? Agar mana bir rezvasi bor-ku, mana ko'ryapsizlar, mana bu diskiga taqalib turib qo'yilgan. Agar rezvani mana bu yerdan urib qo'ysanglar, mana tepasida havo qolib ketmasligi uchun mana shu narsani qo'ysanglar bo'ladi. Maslahat foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiskani esdan chiqarmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar.